Qadrli izboskanliklar, hozir ijtimoiy tarmoqda juda ham ajoyib yangilik ko'rib qoldim. Juda ham ta'sirli, o'zimiz Izboskan tumanida Ittifoq MFda yashaydigan Shuhrat akamiz bor. Ko'pchilik taniydi. Shu akamiz uzoq yillardan beri Koreyada ishlab keladi, muhojir bo'lib. Shu insonni oilasini Koreya TV telekanali syurpriz loyihasida oilasini tanlab olib, otani ko'rsatib, ish jarayoni, qanday mehnat qilayotgani, qanday tarzda yashayotganini yoritishibdi. Juda ham ta'sirli video chiqibdi. Bir o'zinglar ko'rib baho beringlar va albatta barcha muhojirda yurgan o'zbekistonlik yurtdoshlarimizga sabr-qonoat va kuch-quvvat tilagan holda shu videoni ko'rishni tavsiya etamiz. O'zga yurtda ariqdan olma oqmasa kerak, sahar turib issiq non yopmasa kerak, do'stlari bilan oshga bormasa kerak. Shuni sog'inganlarni o'zing asragin. Sog'inmaydi deysanmi, sog'inadi-da. Yarim tunda turib olib og'rinadi-da. O'z yog'iga o'zi qovuriladi-da. Ana shu insonlarni o'zing asragin. Jigarim opamsiz vatandosh akam, Allohdan o'zga yo'q eng oliy hakam. Duolarimiz ko'zlaringiz bo'lmasin hech nam. Aziz vatandoshlarni o'zing asragin. Ey Xudo, o'zingdan so'rayman shuni.